Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Amerika Davlat Mudofaa ministri Pet Hegseth 5 mart kuni Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilganda Amerika tarafning Xitoy bilan urush qilishga tayyorlik ko'rganligini tilga olgan. Hamda biz Xitoy bilan har qanday shaklda urush qilishga tayyor degan. New York Post gazetining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Pet Hegseth bu so'zlarni Xitoy hukumati Trumpning yangi tamojna beji loyihasiga qarta tahdid orlash javob qaytargandan keyin o'tirib qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning AQShdagi bosh elchixonasi 4 mart kuni o'zlarining X-dagi hisobotida uchur yo'llab, Amerika arzu qilgan urush, tamojna urushi, savdo urushi yoki boshqa har qanday tipdagi urush bo'lishidan qat'iy nazar biz oxirgacha jang qilishga tayyor degan. Amerika Davlat Mudofaa ministri Pet Hegseth bu haqda muxbirning savoliga javob berib, tanishlikqa tashna bo'lgan odam jazman urushga tayyor bo'lishi kerak. Buning uchun kuchli bo'lish eng muhim. Chunki tinchlik kuchliklikdan keladi deb ko'rsatgan. U yana Xitoy bilan bo'ladigan urushni ko'z tutib, Amerika hukumatining zo'r ko'lamli armiya qurilish qilayotganligini eskartgan. Angliyadagi kundalik pochta gazetining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati mush haftada o'zlarining mudofaa xomchotini 7,2% oshirdiganligini jakarlagan hamda dunyo vaziyatidagi jiddiy o'zgarishlar tufaylidan o'zlarining armiyani zamonaviylashtirishga muhtoj ekanligini ta'kidlagan. Darvaqa Pet Hegseth kuchli ravishda Xitoy hukumatiga javob qaytargandan keyin Xitoy tashqi ishlar ministrligi uzangidan tushgan. Ularning bayonotchisi Linjan bu vaqtda so'z qilib, Amerika amaldorlari hozir ideologiyalik to'qinishga o't quyruqlik qilyotidi. Shundaqla zodil mavjud bo'lmagan Xitoy tahdidi nazariyasini bozorga selyotidi degan. Yaqinda Tayland hukumati xalqaroning kuchli talablarini bir yoqqa ayirib qo'yib, 11 yildan buyon tutqunlikda yashayotgan 40 nafar Uyg'urni Xitoy qaytarib bergan edi. Reuters agentligining 6 martdagi xabarda aytilishicha, Tayland hukumati bu Uyg'urlarni boshqa biror davlatga yo'lga selib qo'yganda Xitoyning o'chilishdan qo'rqib shunda qilganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, Taylandning muavin tashqi ishlar ministri Rus Jalichandra shu kuni e'lon qilgan bayonotida bir qism davlatlar bu Uyg'urlarni qabul qilishni xohlaydiganligini bildirgan degan. Ammo buning qaysi davlatlar ekanligini tilga olmagan. Shuningdek, bu Uyg'urlarni xili yillar ilgari yoshirinch 3-bir davlatga yo'lga selib qo'yishning butunlay mumkin ekanligini e'tirof qilgan. Buningdan ilgari ular bu Uyg'urlarni makonlashtiradigan 3-bir davlat tepilmadi deb turib olgan edi. Amaliyat shuki, oldingi kuni Amerika, Kanada va Avstraliyaning ayni vaqtda bu Uyg'urlarni qabul qilish taklifi sunganligi ma'lum bo'lgan. Jalichandra bu vaqtda so'z qilib, agar bu Uyg'urlarni Xitoy qaytarib bermasak, davlatimiz Xitoyning o'chilish obyekti bo'lib qoladi. Bu hol millionlagan taylandliklarning hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shunga ashundaq qilish bizning birdan-bir talishimiz bo'lib qolgan degan. Xabarda buning qanday xarakterdagi o'chilish harakatiga sabab bo'lish to'g'risida hech narsa deyilmagan. Ammo ba'zi analizchilar buning iqtisodiy jihatdagi masalalarga taqildiganligini ilgari surgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy izchil turda Taylandning tashqi savdo import va eksportidagi eng chong bozor bo'lib, 2023-yili Tayland Xitoydan 74 milliard Amerika dollar qiymatida mal import qilgan. 2024-yili Tayland hukumati Xitoyga 44 milliard Amerika dollar qiymatida mal eksport qilgan. Shunga Xitoy bilan bo'ladigan tashqi savdoning qandoq bo'lishi Taylandning iqtisodiy ahvoliga g'oyat zo'r darajada ta'sir ko'rsatadi deb qaralib kelmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 5 mart kuni bayonot e'lon qilib, bir turkum Xitoy xakerlarga jazo e'lon qildi. Shuningdek, bu xakerlarni qo'lga olish xizmatini yepuchi bilan ta'minlovchilarga 10 million Amerika dollargacha mukofot berilganligini bildirdi. Bayonotda aytilishicha, Xitoydagi Anshun uchur fan texnika shirkatining Zhou Shui, Yin Keching qatorliq 8 nafar xizmatchisi hamda Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining 2 nafar xodimi ko'p xil shakldagi xakerlik faoliyatlar orqali Amerika tavasidagi minglagan kishilarning xususiy uchurlarini o'g'irlab ketgan. Bular Xitoy qarshi o'qituvchilar, diniy jamiyatlarning mas'ullari, chet el hukumatlarining Amerika tavasidagi ish bajarish o'rinlari, shuningdek Amerika hukumatiga qarashli bir necha ministrlikni asosli ov nishoni qilgan. Adliya ministrligining bayonotida aytilishicha, bu xakerlar tor yozarmanlari yoki Anshun shirkatining xizmatchilari qiyofatida Xitoy Chexiya ministrligining ko'rsatmasi bo'yicha buyurilgan nuqtalarga tor hujum qilgan
hamda g'oyat zo'r miqdordagi o'g'irlangan uchurlar bedeliga rozi bo'lgudek mukofotlangan. Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda to'xtalib, bu hakkerlar Xitoy Kompartiyasining ko'rsatmasi bo'yicha ish ko'rib kelgan hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining tor bexatarlik sistemasiga ig'ir buzg'unchilik paydo qilgan. Shu sababdan navbatda ular davlat xavfsizlik ishlarimiz uchun eng zo'r va eng izchil davom qilib kelgan tahdid bo'lib qolmoqda degan. Bayonotda aytilishicha, Zhou Shui va Yin Kechin qatorliq 8 Xitoy hakkerni qo'lga olish xizmatini yepuchi bilan ta'minlovchilarga 2 million Amerika dollaridan mukofot berildigan bo'lib, bu qatimqi jazo berish faoliyatiga Adliya ministrligi, Federatsiya tekshirish idorasi, ya'ni FBI va Moliya ministrligi qatorliqlarmo aktiv ovoz qo'shgan. Wall Street Journal gazetining 5 martdagi obzor maqolasidan ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati Amerika bilan bo'ladigan savdo urushining o'zlarini ayni vaqtdagi Sovet ittifoqidek halok qilib o'tishidan bekmi zo'r andish qilishga o'tgan. Obzorda aytilishicha, Donald Trump prezidentlik saylovida g'alaba qilgan kunning o'zida bu andish boshlangan. Ahvoldan xabardor kishilarning bildirishicha, Xi Jinping shu vaqtda o'z yordamchilarini ayni vaqtdagi Amerika Sovet ittifoqi o'rtasida yillab davom qilgan sovuq urushning tafsilotiga qaytadan qarab chiqishga buyurgan. Chunki Xi Jinping o'zlarining ayni vaqtdagi Sovet ittifoqining o'rniga tushib qolishidan bekmi zo'r andishda bo'lib kelgan. Bo'libmi savdo urushining chuqonlari o'tirg'i chiqibla Amerika hukumatining Meksika va Kanada shundaqla Yevropa davlatlarini bu masalada andishiga solganligi Xitoyga ravurs ta'sir ko'rsatgan. Avtorning qarashicha, Xitoy navbatda ishki jihatda iqtisodiy sohalarda halsirab qilayotganlikdan Xi Jinping izchil mudofaa ko'rish o'rnida turib qolmoqda ekan. Shunga Xitoy hukumati xalqaro savdo sistemasidan foydalanib, o'zlarining navbatdagi iqtisodiy qiyinchiligini hal qilib olishga bekmi ehtiyojli ekan. Bundaq ahvolda Amerika hukumatining savdo urushini yangi pallaga ilib chiqishi shubhisizki Xitoyga bekmi ziyonli oqibatlarni ilib kelishi muqarrar ekan. Avtor mush ahvollarni bayon qilib, bu yolg'iz savdo urushila emas, dunyodagi ishki zo'r iqtisod sohibi hozir buning Xitoy uchun nimadan derak berdiganligini bekmi yaxshi tushundi. Bu sovuq urush davridan buyon ko'rilib boqmagan zo'r kuchlar kurishi bo'lib, buning butun mazmuni iqtisod, texnologiya va dunyoviy siyosiy jug'rofiya masalasiga berib taqiladi deydi. Shundaqla bu sohalarning hammasida Amerika ustunlikni saqlab kelganligini eskartadi. Aloqador mutaxassislar hozir Amerika hukumatining O'rta Sharq va Ukrainadagi masalalarni oxirlashtirib, butun diqqatini Xitoyga markazlashtirmoqchi bo'layotganligini ta'kidlayotgan bo'lib, Rossiya bilan Amerika o'rtasidagi dushmanlikning pastgo'yga tushishimi dal mush xil yuzlanishning natijasi deb qaralayotganligi ma'lum. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.